Bilgan stolaga yana takrorlash, bilmagan stolaga lifehack. Noto'g'ri tushunchagarchilik, noto'g'ri nimagarchilik bo'lmasin. Endi kimgadir foydali bo'ladi degan umiddamiz, xudo xolisa. Uch chiqarish lifehack. Opa, ko'ramiz. 90 gradusga chiqarib olib, 1,5 santimetrdan ichkari tomoniga 1 santimetr, 1,5 santimetrdan olib ozginadan yo'lamiz. Kelisini ko'rishingiz mumkin. Keyin ichkarisiga tayyor olamiz. Yon tomonini yopish uchun orqa tomoniga tunkib qo'yib, slif razmerda chiza olamiz va 1,5 santimetrdan zozor qo'yib kesib olamiz. Har bitta burchagini metkilab qo'yib olamiz. Ko'rib turibsizki, qayirib zakolobka qilamiz, sirazi zakolobka qilamiz. Chiroyli qilib, yon tomonlariga germetikalarni kuyib, choklariga chiroyli qilib, qo'lda yoki bu narsada tutamiz. Chiroyli qilib ko'rishingiz mumkin. Yon tomoni tayyor. 3 qavat germetika kuyib, 15 santimetr o'tkazib, germetikaga o'tkazamiz slifimizni va burchaklariga chiroyli qilib shuruplarni uramiz.